Ko'pchilik ota-onalar sizdan ekspert sifatida Xitoy davlatida o'qish, u yerda yashash qay darajada xavfsiz degan savolni so'rashadi. O'zingiz Xitoy davlatida o'qigan paytingizda qanaqa real voqealar sodir bo'lgan, shu haqida aytib bersangiz. Mana shu telefondan ko'rib, hozir bitta voqea esimga tushib ketdi. Xitoyda restoranda ovqatlanib, o'sha mehmonxonaga borganimda, shunchaki qarasam telefon yo'q. Bilasiz, hozir 21-asr hamma narsa shu telefonga bog'liq. Xitoyda, ayniqsa Shanxayda telefonsiz umuman hech qayerga yurolmaydi. Keyin уже bu voqeadan xavotirlanib, уже mehmonxona lobbisiga tushsam, qarasam telefonimni restoran xodimi уже olib kelib turibdi. Bu telefonni yo'qotib, topish jarayoni shu darajada tez bo'lganmi? Ha, juda ham tez bo'lgan. Men o'zim mehmonxona lobbisiga tushganimda o'zim juda ham hayron qolganman. Qo'shimcha ma'lumot sifatida Xitoy davlatining xavfsizlik darajasi dunyo reytingi bo'yicha top 10 talikka kiradi. Siz ham Xitoy davlatida o'qigan bo'lsangiz, shunga o'xshagan voqealar, ya'ni qiziqarli voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, bemalol izohlarda o'z fikringizni qoldiring.